Bir zo'ravon sarang muallim bir savdoy sarang o'quvchiga uchrab qolganda natijasi faqat ikki xil bo'ldi. Yoki talant egisi chiqdi, yoki bir döve axlatga aylandi. Feyman muallimni urganligi uchun maktabdan haydaldi. Taqirbosh bo'lsa o'quvchilarga tan jazosi berganlik tufaylidan ish o'rnidan ayrildi. Necha oydan keyin Feyman bir qavoqxonaning ichida yana shu taqirbosh muallimni uchirtib qoldi. O'shkisi o'ltirib bir-biriga ko'ngillikni to'kishib samimiy paranglashdi. Taqirbosh uning lug'atida yomon emas degan ikki so'zning yo'q ekanligini, agar bir o'quvchi ikkinchi darajani olsa, biroq o'qituvchi va o'quvchilarning hammasi uni maqtab yomon emasga desa, u rostilla o'zini xil yomon emas o'xshaydi deb qoldiganligini. Aksicha, agar hamma odam sen bakli mag'lub bo'lsa, yana ozroq tirishayotgan bo'lsang bo'pti-ku desa, undaqda u balkim keyingi qitimda birinchi bo'lib qolishi mumkin ekanligini aytadi. Bu xuddi muvaffaqiyatning ishqida turgan odam otlab o'tolmaydigan bir tal o'suqqa yo'liqqanda muallimi uningga mo'shunchilik qilganining o'zimi oson emas-da deb qo'ysa, undaqda bu hikoya mushak kelganda oxirlashadi. Oxirimi chiqmaydi. Hatto boshqa mo'jizami ko'rinmaydi. Feyman uningdan sen o'zingning mushuq qilgandan bir talant egisini ko'milib qilishdan qo'rqmamsan deydi. Taqirbosh uningga talant egisi mengu bel qo'yatmaydi deb javob berdi. Bu bir ig'iz so'z Feymanning uzundan buyon o'chib qolgan musiqa o'tini qaytadan tutashtirdi. Qaytishning oldida Taqirbosh Feymanni bir qitimliq orkestrga qatnashishga taklif qildi. O'yin qo'yilgan kuni Taqirbosh ta'kidlab, bu qitimliq ko'rermanlarning hammasi musiqa sohasidagi muhim arboblar. Ular bir telefon bilan sen balkim bu kasbda bir xil nom qozonishing mumkin. Aksicha, sen agar buzib qo'ysang, sen eng yaxshi kasbni almashtirishni o'ylasang bo'ladi deydi. You think I'm fucking stupid? What? I know it was you. Oyun başlandı. Taqirbosh Feyman azaldan uchrab baxmagan bir musiqani e'lon qildi. Hatto notalarmi to'g'ri emas edi. Feyman bu ishdan hangdan qoldi. Taqdiri uningga yana bir qitim cho'ng chaqchaq qilgan edi. Bu qitimliq o'yin bo'lsa, Taqirbosh ko'ngil qo'yib planlagan o'chilish edi. U Feymanning yuzini to'kib, muzik sohasida bosh ko'tarolmas qilib etmoqchi edi. Birinchi musiqa tugdi. Dumboqning ritmi butunlay qalaymagan chiqdi. Feyman salpaygan holda beshini sangilitib sakindan chiqib ketdi. Dadisi uni quchoqlab turib uyga qaytishga nasihat qildi. Lekin Feymanga shunisi oydinki, agar qaytsa hikoya rostilla mushal oxirlashadi. U o'zini sal besib olgandan keyin kayniga burilibla sahnaga qaytib chiqdi. Talvilashgan Feyman qaytib keldi. U o'z bilgan ritmga dumboqni urishga boshladi. Taqirbosh uning oldiga kelib uni tillashga boshladi. Lekin u qo'lidagi kaltak bilan Taqirboshni bir ko'chat soldi. Asldagi musiqa atirti o'yini biroqli yolg'iz kishilik musiqaga o'zgarib qoldi. U vaqtda boshqa muzikantlar egishib tankash qilishga boshladi. Musiqining yuqur pallasiga ko'tarilishiga egishib Taqirbosh chopini silib etib dirijorlik qilishga boshladi. Shu paytda sahnada faqat mushi ikkilanli jang qilayotgandek turadi. Eng oxirgi bir ritmning tushishi bilan bu ikkilan bir-biriga qarab kulib etdi. Do'stim, sizmi mushundaq bir ustozga yo'liqib baqqanmi? Sizningcha bundaq ustoz siz uchun bir baxtmi yoki bir ofatmi?